Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu, qadrli do'stlar. Jannatning oshkishi bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hadislarning birisida aytadi: La tadkhulul janna hatta tu'minu. Jannatga kira olmassiz agarda ko'nglingizni nurlantira turgan iymoningiz, komil iymoningiz bo'lmasa. Va la tu'minu hatta tahabbu. Ham ko'nglingiz iymon nurlari bilan to'lmas, balqib turmas, iymoningiz komil bo'lmas agarda siz yaratmasangiz Alloh taolani, yaqinlarini, har bir dunyoda bo'lgan bandani yaratmasangiz, iymoningiz komil bo'lib bitmas. Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hadislarning birisida aytadi: Afala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbabtum. Iratimmi sizni bir amalga. Shu amalni o'tab, sizning ko'nglingizda shin ixlos ko'ngildan muhabbat borliqqa keltirashak. Ul muhabbat iymoningizni komil etashak. Ul jannatning bir oshkishi bo'lashak inshaalloh. Payg'ambarimiz aytadi, so'rov bo'larak sahabalarga so'rov bera, ham sahabalar aytadilar: "Naam ya Rasululloh. Ey Alloh taolaning elchisi, albatta aytchi. Nindi amal ul? Biz de shu amalni o'tab Alloh taolaga yaqinlashishga tilaymiz." Ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadi: "Afshu salam baynakum." Orangizda salam degan duoni, amalni, salam berishini taratasiz. Assalomu alaykum degach, biz duo qilamiz. Biz izgi tilakda bo'lamiz. Assalomu alaykum biz kishiga tan salomatligin, jon iminligin, tinchligin tilaymiz kishiga. Ham shu ulug' duoning barakati o'zimizga da ham kishilarga dorta. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hadislarning birisida aytdilar: bir-biringizga bo'lak berishingiz, bo'lak beruvingiz bilan bir-biringizga hurmatingiz ortar inshaalloh. Biz kishiga duo qilganda, biz kishiga izgi tilakda bo'lganda, ul eng ko'rkam, eng zo'r, eng mukammal bir bo'lak bo'lar inshaalloh. Shuna ko'ra hurmatli jamoat, har biri bizning qo'limizda jannat oshkishi bo'lsa edi. U jannat oshkishi komil iymon deb ataladi. Ham shu jannat oshkishi qo'limizga lakmas, bizda bo'la olmas agarda boshqalarga qarata hurmati biz bo'lmasa. Boshqalarga qarata shin ixlos ko'ngildan muhabbati biz bo'lmasa. Har birimizning ko'ngillarimiz muhabbat bilan, iymon, islom nurlari bilan balqib turib, Alloh taolaning ulug' bo'lagina, jannat ne'matlarini har birimizga da ega bo'lirga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.